Va nihoyat qizlar, mana shu kun keldi. Ya'ni men Penthouse'ni tugatdim. Bu drama men uchun vobshe unutilmas drama bo'lib qoldi deb o'ylayman hayotimda, chunki menga juda ham yoqdi. Meni juda ham asabiylashtirdi bu drama. Chunki men asosan dramalar bo'ladimi, kino bo'ladimi, vobshe farqi yo'q. Men o'zi ko'p ko'raman-da, drama bo'ladimi, kino bo'ladimi, juda ham ko'p ko'raman va hamma aksariyat kinolarning oxiri baribir yaxshilik bilan tugaydi. Lekin bu dramada oxirida baribir hamma o'lib ketdi-da, hammasi o'lib ketdi. Men boshida ko'rsatilgan qahramonlarning hammasi ko'pchiligi o'lib ketdi va yaxshi aktyorlar ham bor edi uning ichida. Men o'shaning uchun ozgina siqildim va xafa bo'ldim. Oxiri shunaqa tugagani uchun. Boshqaganda dramamga aylanardi. Bu Penthouse dramasi 96 ta qismdan iborat, lekin ishoninglar, ko'rganinglarga arziydi, chunki har bitta qismda qiziqtirilgan, odam qanchalik qiziqtirgani shunda bilinib turadi. Bitta qismida o'lsa, ikkinchi qismda yana qaytib keladi, yana xullas o'lmas kashaydi, ular ko'pi o'ladi, keyin kimdir saqlab qolgan bo'ladi. Xullas shunaqa qizlar. Men vobshe ishonasizlarmi, shu darajada asabiylashdim, chunki men kino ko'rayotganda o'sha kinoni ichida pachda yashayman-da. Xuddi o'zimning hayotimda bo'layotgandek his qilib ko'raman-da. Balki shuning uchun ham menga u drama ozgina qattiqroq ta'sir qildi deb o'ylayman. Ya'ni men o'zi uncha dramalar ko'rsam agar, unaqa uzun dramalar yo'q-ku, pachda men ko'rmaganman. Shu hammasi 10 ta qism, 16 ta qism ili shunaqada. Eng ko'pi bilan men yaqinda ko'rgandim. Sevgi va tezlik, xullas. O'sha drama bilmayman nechta qism edi, mashka bilmayman nechtadir qism bo'lsa yozib qo'yaman mashka. Lekin qizlar, o'sha dramani men eng ko'rgan dramalarim ichida eng ko'p seriyali drama o'sha edi hayotimda. Lekin mana shu Penthouse'ni ko'rdim men 96 ta qism. Men ko'rgan vaqtimga achinmayman qizlar, chunki men uni asabiylashib, qanaqadir o'sha kinoning ichida yashab, jahlim chiqib ko'rgan bo'lsam ham, qancha ko'rgan vaqtimga achinmayman qizlar. Chunki aytganimdek, qanaqadir to'g'ri, oxiri yaxshilik bilan tugamagani uchun, qahramonlar tirik qolmagani uchun ozgina xafa bo'ldim, lekin baribir men u dramani tugashini xohlamagan edim. Qizlar, hamma narsani baribir oxiri bor. O'shaning uchun bu dramani ham tugatdim. Qizlar, o'zim ham hayotda ham umuman men bu adolat bo'lishini xohlayman-da. Har doim bilasizlar, meni o'zi hamma narsani teng bo'lishini xohlayman. U dramada bo'lsa adolat pachti yo'q-da, adolat yo'q u dramada. Prosta qasos, qanaqadir o'limlar va shunga o'xshash narsalar u dramada ko'proq. Kambag'al bo'lib yashash kerak, boylar boy bo'lib yashash kerak, ustidan kulishlar, bir nimalar. Xullas, men bunaqa narsalarga uncha-muncha chidolmayman. O'shaning uchun ham juda ham asabiylashib, videolar ololmadim ham. Juda ham ko'rganimdan keyin asabiylashib, videolar ham tayinlay ololmadim, chunki aytganimdek, men bironta drama ko'rsam, u dramada xursandchilik bo'lsa, xursand bo'lib hayotdan mazza qilib yashayman, lekin men ko'rgan bu drama ozgina meni har tomonlama siqib qo'ydi-da. Tushunasizlarmi? Har tomonlama siqib qo'ydi-da. Meni umuman kayfiyatim yo'q bo'lib yurdi. Даже oxirgi 2-3 kunlar davomida meni umuman kayfiyatim bo'lmadi. Qanaqadir o'zimni siqilib qolgan, muzikalar eshitsam ham qanaqadir sho'x muzikalar eshitaman. Nima? Asosan men sho'x muzikalar eshitaman, o'ynab, qanaqadir kulib, qaraydigan qizman-da, lekin bu drama meni juda ham har tomonlama siqib qo'ygani uchun, ya'ni o'sha bosh qahramonlarni o'rniga o'zimni qo'yib ko'rib, ya'ni men bilasizlar, vobshe emotsiya bilan ko'raman kinolarni ham. O'shaning uchun ham men vobshe umuman xafa bo'lib yurdim shu 2-3 kun davomida. Qo'shiqlarni ham qanaqadir sokin, g'amgin, qayg'uli qo'shiqlarni eshitib yurdim va bu drama meni ozgina o'tmishga qaytishimga ham nimasi bo'ladi? O'tmishga qaytargandek bo'ldi-da. O'tgan ishlarni, qanaqadir o'zimning hayotimda bo'lgan bir nimalarni eslab, qanaqadir xafa bo'lib yurdim-da. Va bu dramani tugatib, ishonasizlarmi? Men ham xursand bo'ldim, ham xafa bo'ldim bu drama tugaganiga. Nimaga xursand bo'ldim? Aytganimdek, men juda ham nima desa bo'ladi, yopilib, xursand bo'lmay yuruvdim-da 2-3 kun davomida. Lekin tugatganimdan keyin ishonasizlarmi, yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Men o'zi bunaqa uzun dramalar ko'rmayman, aytganimdek, ko'rsam ham oxirgacha yetkazmaguncha qo'ymayman. Men bitta
10 ta, 12 ta yoki 16 ta drama bo'lsa, uni bir kun ili uzog'i 2 kunda tugataman. Chunki meni sabrim yetmaydi uni oxirigacha bir hafta, bir oyda ko'radi ba'zilar. Men вообще unaqa bo'lsa, meni даже esimdan chiqib ketadi qanaqa voqea bo'layotgani, nima bo'layotgandi o'zi, esimdan chiqib ketadi. Sirazi ko'rsam bir kunda tugataman, ili 2 kunda tugataman uzog'i. O'shaning uchun, lekin bu dramani ham men agar eplasam bir 4 kun, 5 kunda tugatgan bo'lardim, lekin men ozgincha o'zi shundoq ham band edim. O'shaning uchun uncha-muncha ko'rishga vaqtim bo'lmadi. Shunda ham ochib olib, qayerga borsam o'shda ko'rib yurdim. Lekin qizlar ancha tez tugatdim bu dramani ham. Uncha uzoqqa cho'zilmadi-yu, lekin baribir ham ozgina cho'zilib ketgani uchun o'zimning yuragim siqilib ketdi-da, qizlar. Tushunasizlarmi? O'sha dramani o'zidagi bo'layotgan voqealar ham meni ozgina siqib qo'ydi. Xullas, hamma tomonlama meni nimasi bo'ladi, ezg'ilab tashladi bu drama. O'shaning uchun ham men ozgincha videolar olishga xohishim bo'lmadi. Buni aytib chiqdim sizlarga va oxiriga yetkazdim mana. Ko'rib bo'ldim qizlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman, agar bo'sh vaqtinglar bo'lsa, ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Atak sevib ko'rish uchun menimcha unchalik emas. Men ayniqsa asabiylashadigan, adolat bo'lmasa, anaqa jahli chiqadigan odam bo'lganim uchunmi bilmayman, men uchun emas bu drama, lekin men xohlardim bu dramani tugamasligini, yana qanchadir payt cho'zilishini xohlagan bo'lardim. Chunki menga yoqdi, prosta aytganimda ozgina asabiylashtiradi, ili adolat yo'qligi uchun, yaxshi insonlar ham o'lib ketgani uchun most menga yoqmagandir. Da. Qizlar, agar men bu dramani oxirini tugatishga imkonim bo'lganda, men buni oxirini qanaqadir tam o'sha ikkalasi turmush qurishini va nechadir yildan keyin bolalari bo'lib baxtli yashashini qilgan bo'lardim. Endi men har doim bir orzulari tomon uchib yuradigan qiz bo'lganim uchunmi bilmayman. Nimasi bo'ladi? Hamma hayotda, real hayotda yashaydi-yu. Men unaqa emasman-da. Men qayerlardadir uchib yuraman-da. O'shaning uchun ham mana shunaqa tugatgan bo'lardim. Ko'pchilik dramalar ham o'zi shunaqa tugaydi-da, masalan. Lekin bu drama unaqa emas ekan, lekin men o'zi bunaqa har doim unaqa sevgi degan dramalarni ko'rmayman. Ko'radigan dramalar ko'pi shunaqa jang, urush, bir nima dramalarni ko'rib o'tiraman-da, keyin mana shunaqa siqilib qolaman. Qizlar, o'zi ayb o'zimda bilmayman nimaga bunaqa dramalarni ko'raman va bunaqa keyin siqilib o'tiraman. Bo'z qizlar, shunaqa qilib Penthouse'ni tugatdim. Sizlarga ham ko'rishga tavsiya beraman. Zo'r drama, prosta o'sha oxiri menga uncha yoqmadi. Всё qizlar. Mendan yangi videolar kutinglar, ko'proq video chiqaring deyishyapti qizlar. Ko'proq video chiqaring, nimaga video chiqarmayapsiz deyishyapti. Men qizlar 5-6 ta videolar olib qo'yganman. Prosta men ularni montaj qilib qo'yishga vaqtim bo'lmayapti. Shu erta indin ham uncha video chiqara olmayman, lekin xudo xolasa mana shu birinchidan keyin 2-3 larda уже men to'lka video chiqaraman qizlar. Har kundagidek bir 3 ta 4 ta kuni bir kunda 3 ta 4 ta videolar chiqarishga harakat qilaman qizlar. Like bosib, kommentariy yozib, podpiska tashab turinglar, chunki bu menga juda ham motivatsiya bo'ladi va men ko'proq videolar chiqaraman sizlarga qizlar. Video chiqarishimni xohlaganinglardan keyin like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlanglar qizlar. Hammaga rahmat ko'rganinglar uchun. Sizlarga ham ko'rishni tavsiya beraman. Ko'ringlar qizlar.